Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan doktor Jon Uzoqov. Bugungi mavzuyimiz bu burundagi go'sht haqida. Demak, burundagi go'shtni davolash va uni qaysi payt operatsiya qilish haqida juda ham ko'p gapirib o'tganman. Bugun sizlarga demak burundagi go'shtni aynan uzoq viloyatdan yoki Samarqand shahrini o'sha o'zidan bo'lsangiz ham yoki farqi yo'q uzoq viloyatdan bo'lsangiz ham qanday qilib demak bir kunda mana shu nedukdan, ya'ni mana shu burundagi go'shtdan qutulish mumkinligi haqida gapirib o'tmoqchiman. Ungacha esa albatta biz sizga burundagi go'shtni olish jarayonini aytib ko'rsatib o'tmoqchi edik. Demak, ko'rib turganingizdek, aynan mana shunaqa usulda olinadi. Ya'ni og'izdan kirib, o'sha shaver bilan olib chiqiladi. Bu narsa demak sizlar tillaringizda lazercha, biz esa shaverni anatomiya deymiz, ya'ni mikrodebrider deyiladi. Bu o'sha bilan demak xuddi arrachani o'tda o'rgandek o'rib chiqib tashlanadi. Xo'p, aynan mana shu bemorimiz demak bizga Surxondaryo viloyatiga tashrif buyurganlar. Ertalab soat 5 ta kelganlar bu bemorimiz otasi dadasi bilan. Demak, men o'sha payt ish faoliyatimni 8:00 da boshlagan edim. Shanba kuni 8:00 da ishlayman. Qolgan kunlari 11 dan 5 gacha ishlayman. Kelgan paytlarida demak ko'rgan paytimda aytdimki, bu burundagi go'shtni so'riltirib bo'lmaydi, chunki juda ham katta 3-darajalik burun go'shti. Buni olib tashlash kerak degan paytimda u o'sha o'zini ota-onasi bilan maslahatlashdi-da, erkak kishi. Demak, doktor bir kunda iloji bormi dedi. Demak, biz ko'rdik, analizlar topshirdi, 2 soatda analizi chiqdi. Soat 8:30 dan 10:30 gacha bo'layotgan voqea. Jeta 11larda bolani operatsiyaga oldik, yarim soatda tugatdik operatsiyani. Demak, narkoz demak gazli narkozda, общий narkoz, gazli narkoz, ya'ni izofluran bilan yoki o'sha maxsus dorilar bilan demak berib, jeta soat 12:30larda bola to'liq uyg'ondi, o'ziga keldi. Taxminan 3-4 gacha nazorat qildimdagi aytdim, yaxshi aka, demak bemalol 6-7 larda ketsangiz bo'ladi dedim va soat 6 da o'zim taksi chaqirib, bizda Surxondaryoni demak taksislari bo'ladi, o'sha yergacha Yandex taksida buyurtma berib, o'sha yergacha olib borib, demak u kechqurun, ya'ni soat 2-3 larda Surxondaryoga borib yetgan. Aynan mana shunaqangi holat bo'lgan bu bemorda. Undan tashqari xuddi shu voqea Navoiylik bemorlarimda ham bo'lgan edi, Nurotaliklarda, undan tashqari Jizzaxliklarda ham xuddi shunday voqea bo'ldi. Ya'ni aytmoqchimanki, agarda siz farzandingizni burundagi go'shtini bilib turibsiz, 3-darajali burundagi go'shti bor, uni oldirish shart va bizga olib kelmoqchisiz, yaxshi doktor izlayapsiz, o'sha olib kelmoqchisiz. Olib keldingiz, ertalab demak analizda topshirgan yoki analizda topshirtiramiz. Albatta ochiq qoringa og'zini ham, betini ham yuvmay oldimizga kelish kerak bo'ladi. Demak, ochiq qoringa keldi, suv ham ichmadi, ovqat ham yemadi, analiz topshirdi. Taxminan 2-3 soatda chiqadi analizi. Masalan, soat 8:30 topshirsa, jeta 11larga yaqin chiqadi analiz. Analizni ko'raman, hammasi yaxshi bo'lsa, demak 11:30 da olsam, jeta yarim soat ishlayman, 12 da tugaydi va primerni bola narkozdan uyg'onishi 1 soatlar bo'ladi. Birlarda tugaydi, birlarda to'liq uyg'onadi, bir yarim, shu 1 bilan 2 orasida tugaydi va uni nazorat qilamiz bolani. Taxminan 3-4 soat nazorat qilamiz. Agar hammasi ko'ngildagidek bo'layotgan bo'lsa, xuddi hech narsa bo'lmagandek bola o'zini his qilsa, uyga javob berib yuboramiz. Mana shunday holatlar ko'p bo'ladi bizda. Ya'ni hammasi yaxshi bo'lsa, aytamanki, bemalol ketishlaringiz mumkin deb. Chunki bizni ishimiz tez bo'ladi. O'sha ya'ni operatsiyamiz tez bo'lganligi uchun narkoz ham juda chuqur bo'lmaydi. Yuzakroq bo'ladi. Shuning uchun ham azizlar, agarda siz ham o'z farzandingizni burundagi go'shtini o'sha to'g'ri davolatmoqchi bo'lsangiz, ya'ni to'g'ri operatsiya qildirmoqchi bo'lsangiz, marhamat,
Telefon raqamlarim 97-023-1545. Undan tashqari o'sha Instagramim bor, Dr. Jonzokov degan. Aynan mana shunga ham yozsangiz bo'ladi. Bemalol, demak, javob qaytaraman. Demak, kelib bemalol o'sha kuni operatsiya qildirib ketishingiz mumkin bo'ladi. Demak, operatsiyaning narxi bizda 3,5 million so'm. Bu operatsiyaning o'zining narxi. Analizlarga primerni 500 ming 600 ming so'm pullar ketadi, taxminan. Shu atrofda ketadi. Itogi 4 million 200 lar ketadi, общий. Demak, operatsiyaga nima kiradi? Bir kun yotish kiradi. Chunki o'sha kunni o'zida javob berib yuborishim mumkin, ya'ni bir kun yotqizishim mumkin. U alohida qo'shimcha bo'lmaydi summasi. Undan tashqari biz demak o'zimiz komanda bilan ishlaymiz. 6 kishidan iborat komandamiz bor. Undan tashqari demak narkoz puli обязательно va eng muhim bo'lgan qismi bu sterilizatsiya. Sterilizatsiyamiz qimmat sterilizator. Bu demak plazmani sterilizatsiya qilamiz. Buni oldingi videolarda ham ko'rsatganman, qanaqa qilib sterilizatsiya qilishimizni ko'rsatib berganman. Kraft paketlarda, maxsus kraft paketlarda demak instrumentlarimiz turadi. Azizlar, agarda siz o'sha o'z farzandingizni mana shunaqa qilib, demak burundagi go'shtini oldirtirmoqchi bo'lsangiz va yaxshi shifokor topolmayotgan bo'lsangiz, marhamat, bizga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Azizlar, sizning sog'lig'ingiz siz uchun muhim ekanligini yodingizdan chiqarmang.